Farg'ona Andijon trassasining shundoqqina yonbag'rida bog'bon, mirishkor, chorvador, dehqonlar mahallasi joylashgan. Mana 3 yildirki, ushbu hududda Rustamjon Ahmedov raislik qilib keladi. Fuqarolarni farovon yashashlari uchun izlanadi, o'rganadi. Markaziy Farg'onadagi Rishton tumaniga qarashli Yangiyo'l MFMizda 410 ta xo'jalik yashaydi. 410 ta xo'jalikda 1905 ta aholi bor. Bizda asosiy tirikchiligimiz manbai qishloq xo'jaligi va chorvachilik bilan shug'ullanadi. Asosan odamlarimiz chetga chiqib ishlaydigan odamlarimiz nihoyatda kam. Faqat dehqonchilik, chorvachilik bilan bu Markaziy Farg'onada qip-qizil cho'l bo'lib turgan joylarda hozirgi kunda obod qilib, shaharga o'xshatib, daraxtlar ekilgan, bog'lar, uzum, meva bog'lari ekilib, odamlar shu dehqonchilikda tirikchilik qiladi. Hozirgi kunda barcha ishchilarimiz tomorqalarda ekinlarni ekib, ertaga ekinlarni ekib, dastlabki hosil olish uchun astoydil ishlashyapti. Ba'zi birlarida chorvachilik bilan shug'ullanyapti. Chorvachilik boqish bilan ovora hozir. Xullas, aholimiz hozirgi paytda imkoniyat yaratilyapti. Qishloq xo'jaligi ekinlarini yaratish uchun ham, chorvachilik uchun ham davlatni farmoyishlari bilan kreditlar, imtiyozli kreditlar olib, kreditlardan foydalanib, chorvalarni kengaytirib, tadbirkorlarimiz tadbirkorligini kengaytirmoqda. Mahalla yettiligiga to'g'risi so'raganimizda, ular ham obodonlashtirish ishlarini targ'ibot-tashviqot qilib yurishganini aytib qolishdi. Yangi ko'chalarda esa biz ularni uchratdik. Mana mahallamizdan kelishdi, xudo xolasa obodonchilik o'zimiz uchun ham, mahalla uchun ham harakat qilamiz, obodonlashtiramiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat kelib maslahat berishganiga. Kelgusida nima ekmoqchisiz yerga? Ro'zg'or ekin ekiladi, yo'llarga gullar ekamiz, ko'chatlar, meva daraxtlar o'tkazamiz, shuna qilib tabiatni, ekologiyalarini kuchaytiramiz, xudo xolasa. Yangi ko'chada bir parcha zamindan qo'lbola issiqxona yaratib, bodring yetishtirganlarga ne deysiz? Yangiyo'l MFni Madaniyat ko'chasida yangi olingan uylarda, kottejlarda aholini dehqonchilik bilan shug'ullanayotganini guvohi bo'lib turibmiz. Bu yerga mana bodring ekilgan, chunki bu yerda bizga Oltiariq tumani yaqinligi uchun bodring ekish uslubini o'rganishgan odamlarimiz. Bu bilan biz o'zimizni aholiga, shu atrofga, tashqariga oziq-ovqat mahsuloti yetishtirib, shundan daromad olishni ham yo'lga qo'yganmiz. Mana bugun biz Hikmatjonlarda uydamiz, Zo'riddinjonlarda uydamiz. Zo'riddinjon hozir afsus yo'q ekan bu yerda. Lekin biz bu yigitni qilayotgan ishlarni ko'rib, o'rganib turibmiz. Boshqalarga tashviqot qilib, shu ishlarni qilishga, amalga oshirishga harakat qilmoqdamiz. Obodonlashtirish shunday yozlari issiq, qishlari izg'irin hududda yaxshi yo'lga qo'yilganligi ko'rinib turibdi. Sherzod Sidiqov, Akmaljon Tamboyev, Markaziy Farg'ona cho'llaridan.